Usloviyalari yaxshi deyaptilar. Usloviyalari. Assalomu alaykum barodarlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Avvalo yaxshimi? Azizlar, bugun sizlarga srochniga beriladigan dom, arendaga beriladigan dom to'g'risida gaplashamiz. Dom Xurvatanda azizlar. 2 komnatalik. Usloviyalari yaxshi deyaptilar, sharoitlari bor. Yangi dom, hali hech kim yashamagan. Arendaga beramiz deyaptilar. Agar klient bo'lsa, sotamiz ham, narxini telefonda bemalol telefon qilib gaplashib ko'rishlaringiz mumkin. Video obzorlarini hali tashlaganlari yo'q. Endi borishga menga noqulay bo'ldi. Videoni tashlasalar, men keyingi postimda qo'yib o'taman azizlar. Ekraningizdagi nomerlarga bemalol telefon qilib bog'lanib, uy egasi bilan kelishib olsalaring bo'ladi. Xurvatan 5 etashkalardan, 9 etashka emas azizlar. Yangi domlardan, Prezident maktabidan o'tgandan keyin Shaxtyorga yaqin joyga azizlar. Bemalol telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Shunga o'xshash reklamalar kerak bo'lsa azizlar, bemalol telefon qilaveringlar. Bizga vaqti plyus kerak emas, bepul reklama qilaveramiz azizlar.